Bugun 5-iyul yakshanba. Bekar kasalman. Buni erta dushanba kuni beraman. Shuning uchun bugun yakshanba o'zini bir xursand qilay deb Mercedes AMG GL 63 Sport. Hozir bir mazza qilay dedim. Narxi 133 ming. Supertlar ham AMG. Lekin karbon emas, oddiy temir supert. Bo'ladi. Endi full versiyasi emas. Mana narxi. 130 ming. Bu arzoni bu. Arzoni bo'lsa ham biturbo Matiz 4-versiyasi deyapti. Matiz deyapti. Nima? 4-Matiz plusi bilan deyapti. 8 va biturbo yaxshi mashina. Yana AMG supertlari bo'ladi. Endi aytibman-ku, karbon emas, lekin haydasa bo'ladi. Mercedes-Benz multi beam LED degan lampochkalar. Eski Mercedeslar shunaqa edi, oldi radiator, ortida katta Mercedes belgisi va bunaqangi qovurg'achilar. Eski versiyadan olingan, buni oldi. 2026-yil bu. Ishlari. Poliklar hali qo'yilmagan, poliklar orqada turibdi, bagajda. Ichi mana yog'och ekan. Yog'och. Laminatsiyasi olinmabdi, selopani. Selopanlari olinmabdi ekranda. Xudo olsa egasi oladi. Avtomatikasi yo'q ekan. Toyota'da yopiladi o'zi, teginsangiz bo'ldi. Ochishda ham bitta bosasiz, Toyota Lexus'larda. Avtomat ochlar. Bu qo'lda ekan. Qo'lda itarib ochasan, qo'lda yopasan ekan. Mana ishlari. Mashinani ko'tarib tushirishi tepaga pastga bizga kerak emas, ishlatmaymiz. Bilin, duxisi yo'q. Mana bu yerda zavodda duxi kelib chiqadi. Yoki salonda yoki kelishda kimdir olib qo'ygan. Men ertaga olib beraman egasiga. Yo'q, bu yerda yo'q ekan. Mana bu yerda duxisi bo'lgan Mercedes alohida. Освежители, shuni olib qo'yishibdi. O'g'irlashibdi, o'g'irlar. Yana bitta narsa. Mana bu narsa faqat Mercedes uchun ketadi. Faqat Mercedes uchun. Masalan, boshqa mashinalar ham bor, ular aksal boshqaroq. Mercedesga alohida shunday bo'lib turadi. Masalan, BMW'ning kattaroq, qanday boshqa mashina to'rtburchak. Buniki yumaloq bo'ladi, kichkinagina. Aynan Mercedeslar uchun ketadi. BMW'lar uchun aytibman-ku, ular aksal kattaroq. Bunikini Mercedes bor odam olgan yoki kimgadir sotgan. I'm sorry. Can you say that again, please? Rahmat.